Hammaga assalomu alaykum. Bu videoda biz BIOS qanday tizimga tegishli degan savolni ko'rib chiqamiz va BIOS haqida batafsil ko'rib chiqamiz. Xo'sh, BIOS Basic Input Output System. Bu kompyuterning materinskiy platasi o'rnatilgan past darajadagi low level, to есть past darajadagi dasturlash tamoyoni bo'lib, u operatsion tizimini ishga tushirishga to есть operatsion tizimni ishga tushirishga oldin kompyuterni tayyorlab beradi. To есть bu operatsion sistemanidan tagidagi turadigan narsa. Masalan, bizda Windows operatsion tizimlar borki, Windows 10, Windows 11 yoki Linux, MacOS bo'lsa, uni tagida turadigan narsa bu BIOS. Bu to есть kompyuterlarimizda temirlar borki, videokarta, protsessorlarda tagida turadigan narsa, birlashtirib turadigan narsa. Xo'sh, agar BIOS haqida batafsil ko'radigan bo'lsak, bu materinskiy platani a, xullas, BIOS bu materinskiy plataga tizimga tegishli. Mana shu savolimizga biz qanday tizimga tegishli bo'lsa, bu materinskiy platani tizimiga tegishli. Chunki bu materinskiy platani ichida bo'ladi. Bir ikkita kichkinagina chipset fayllar bo'ladi o'sha yerda ROM kichkinagina nima xranilishi bo'ladi. O'shani ichida bizning BIOS sistemamiz saqlanadi va uni ishga tushadi va operatsion sistemani ishga tushirib beradi. Operatsion sistema esa bu materinskiy platani ichida bo'lmaydi. Bu уже жесткий disk yoki SSD qattiq disklarni ichida bo'ladi. Xo'sh, BIOSga nimalar taalluqli bo'ladi? То есть protsessor, operativniy xotira, disk, qattiq disk yoki SSD, klaviatura, sichqoncha, monitor hammasi BIOSga kelib ulanadi. Va boshqa asosiy qurilmalar, masalan, как videokarta, blok pitaniya, boshqa narsalar. BIOS qurilma tekshirishdan va operatsion tizimni yuklashni boshlaydi. Masalan, Windows yoki Linux boya tepaga aytganimdek. Xullas, BIOSimiz mana shu narsa asosiy narsasidir. Xo'sh, BIOSni ko'rinishi mana bunaqa chipsetda saqlanadi odatda. Agar mana shunaqa chipset kuyib qolsa, kompyuteringiz umuman yonmaydi. Bu materinskiy platamiz. Bu materinskiy platani ichida saqlanadi. Shunday qilib BIOSimiz ishga tushib, BIOS mana bu savolga javobda tiniq beradigan bo'lsak, BIOS qanday tizimga tegishli? Bu materinskiy platani tizimiga tegishli bo'ladi. Chunki uni ichida saqlanadi va uni ichida ishlaydi. Mana shu savolimizga shunday javob bersak bo'ladi. Shunday qilib BIOS menimcha tushunarli bo'ldi. BIOS sistemasi faqatgina kompyuterlarda bo'ladi va telefonlarda ham bo'linadi adashmasam. Telefonlarda ham bo'ladi. Endi asosiy kompyuterlarda juda ham ko'p ko'riladi. Chunki buni kompyuterda materinskiy platasi ochiqda, telefonlarniki uncha odamlar ocholmaydi shuni hisobiga. BIOSda BIOS bu o'sha operatsion sistemadagi eng tagidagi narsasi. Eng tagida ishlab, unga operatsion tizimni ishlatib beradi. Bu undan ham pastdagi darajadagi dasturlash anasi bo'ladi. Ilovasi hisoblanadi yakakda. Bu materinskiy platani ichida bo'ladi. Hammaga rahmat. Menimcha savolga javob to'ldirildi.